Albatta, mana qisqa, short form video uchun o'zbek tilida silliq va tomoshabob skript. Yangi 2026 Chevrolet Cobalt qaytdi va u endi oddiy sedan emas. Bu model ilk bor 2005 yilda chiqarilgan va hamyonbobligi bilan mashhur bo'lgan. Endi esa u butunlay yangicha qiyofada sahnaga chiqdi. 2026 Cobalt zamonaviy dizayn, LED faralar va silliq kuzov chiziqlari bilan ancha qimmat ko'rinadi. Salon ichida esa katta sensorli ekran, Apple CarPlay va Android Auto, ruldagi boshqaruv tugmalari kabi qulayliklar bor. Dvigatel tejamkor, shahar va uzoq yo'l uchun juda mos, yoqilg'i sarfi hamyonni qiynamaydi. Narxi raqobatchilarga qaraganda ancha maqbul bo'lib, aynan shu jihati uni Nexa, Accent va boshqa budjet sedanlardan ajratib turadi. Eng katta ustunligi esa ishonchlilik, arzon xizmat va zamonaviy texnologiyalarni bitta mashinada jamlagani. 2026 Chevrolet Cobalt. Kundalik hayot uchun ideal tanlov. Agar xohlasangiz, TikTok, YouTube Shorts uchun yana ham qisqaroq 30 soniyalik viral versiyasini